Assalomu alaykum. Bugun biza Chalish bozor operasyonidagi Endomed klinikasiga keldik. Bugun biza xolecystit nodon kelib chiqishini bosh vrach, umumiy jarroh laparoskopist Davlet Ulug'bek bilan suhbat o'tkazamiz. Doktor, assalomu alaykum. Xolecystit nodon kelib chiqadi. Eng shab davolash mumkin. Assalomu alaykum. Bugungi kunda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri xolecystit, ya'ni o't pufagining yallig'lanishi. Bu xolecystit kasalligining kelib chiqish sabablari qisqa va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaslik, ya'ni ovqatlanish rejimining buzilishi, kam harakatlilik, noto'g'ri ovqatlanish, bu sabablari shu sababli xolecystit kelib chiqadi. Xolecystit rivojlansa, undan keyin kelib chiqadigan kasallik o't pufagida tosh bo'lish, ya'ni toshli xolecystit deb aytadi. Agarda toshli xolecystit rivojlangan bo'lsa, buni faqat operatsiya yo'li bilan lechina qilinadi. Sog'lom turmush tarzi deganda ovqatlanish rejimini tushuntiradigan bo'lsak, ovqat yegandan keyin обязательно harakatda bo'lish kerak. Yotib qolish kerak emas. Kechki paytlarda kuchli ovqatlar yeyilmaslik kerak. Issiq hozirgi vaqtda urf bo'lgan ko'plab televizorlarimizda ham reklamalarda chiqadi. Issiq ovqat bilan yoki somsa bilan muzdek kola ichiladi. Bu reklamalar orqali odamlar ham shu narsaga o'rgangan. Bu narsalar noto'g'ri. Shu sababli issiq ovqatga birdan sovuq kola tushgandan keyin beda spazm keladi o't yo'llarida. O't yaxshi tanmaydi deb dimlanish bo'lib, dimlanishdan keyin beda infeksiya rivojlanadi va xolecystit paydo bo'ladi. Xolecystitdan keyin tosh yig'iladi. Shuning uchun xolecystitning oldini olish uchun sog'lom turmush tarzi, ya'ni ovqatlanish rejimi vaqtida bo'lishi kerak. Ham ovqatlanish sifati, ya'ni aytganimizdek, issiq ovqatlar bilan sovuq ovqatlar, sovuq suv yoki qandaydir ichimliklar ichish mumkin emas. Ovqat yegandan keyin harakatda bo'lish kerak, yurish kerak, yotib qolish kerak emas. Endi toshli xolecystit nosi bilan xavfli. O't pufagida tosh bo'ladigan bo'lsa, bu ayniqsa mayda, kichik hajmdagi toshlar xavfli, sababi o't yo'liga o'tib 12 barmoqli chekka tomadigan joyda eng tor joyimiz bor, sfinkter oddiy deyiladi. Ana shu joyga tiqilib qoladida, keyin xolityoz kasalligi, ya'ni o't yo'lidagi tosh tiqilish natijasida o'tning ichakka tomishi buziladi. Bu natijasida bemor sarg'ayadi. Boshda ko'zlari sarg'ayib boshlasa, keyin butun tanasi sariq limon rangini o'tib ketadi. Buning xavfliligi tosh tiqilish natijasida oshqozon osti bezi o'zining fermentlarini chiqarib bilmay qoladi. O't ichakka tomib bilmay qoladi. Shu sababli jigar, oshqozon osti bezi dimlanish hisobiga nagruzkaga tushadi va pankreatit, pankreanekroz kabi kasalliklar qo'shilib ketadi. Pankreanekroz eng xavfli asoratlardan biri. Shu sababli o't pufagida tosh paydo bo'lsa, uning razmeriga qaramasdan, soniga qaramasdan buni operativ yo'l bilan olish tavsiya qilamiz. Hozirgi paytda operatsiyani kesmasdan qilinadigan usullari chiqib ketgan. Bemor faqat bir kun bolnitsada bo'ladi, ertasi kuni chiqib ketaveradi. Qachonki asoratsiz holatda kelsa, pristup bergandan keyin og'riq xurujlari bilan operatsiyaga kelsa, bu vaqtda operatsiya qiyinroq davom etadi. 2-3 kun bolnitsada yotishga to'g'ri keladi. Davolashga keladigan bo'lsak, xolecystitni tosh paydo bo'lishidan oldin konservativ, ya'ni dori-darmonlar bilan davolash imkoniyati bor. O'ziga tushganimizda o't pufagida dimlanish bor, layqalangan, quyqa bor degan xulosalar beriladi o'ziga. Shu paytlarda bu layqalarni, quyqani yo'qotadigan tabletkalar hozirda ko'p. Shu lechina bo'lsa, bemalol davolanib yo'qotilsa bo'ladi. Lekin toshga o'tgandan keyin, o't pufagida tosh hosil bo'lgandan keyin konservativ lechina foyda bermaydi. Shuning uchun vaqtida shifokor ko'rigidan o'tib, vaqtida lechina qilinsa, o't pufagida tosh hosil bo'lmaydi va operatsiya bo'lishdan saqlanasiz. Agarda sizda ham shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, to'liq ma'lumotlar olish uchun
va davolanish uchun Endomed klinikamizga kelsangiz, biz sizga to'g'ri tanlov qilishingizga yordam beramiz va sifatli davo muolajalar olishingizni ta'minlab beramiz. Hammangizni kutib qolamiz.